Nima deb o'ylaysizlar? Ramazonda roza tutmagan odam keyin o'rniga qazosini tutib beradi deb o'ylaysizmi? Kimdir kasal, kimdir betob tutmasligi yoki safarda yurganligi sababli rozadan bir ma'zur bo'lishi mumkin. Lekin Alloh taolo aytadi: "Va antasumu khayrun lakum in kuntum ta'lamun." Endi agar bilsanglar, tutganinglar o'zingizlarga yaxshi deyapti Alloh. Kasal odam tutmaydi. Ammo safarga chiqqan odamchi? Masalan, hozirgi safarlar avvalgi zamondagi safarlarda emas. Turkiyaga borsin, Xitoyga borsin, Dubayga borsin, tijorat bilan gastinsada yotadi. Konditsioner bor. Hatto ayrim shu boshqa mamlakatlardagi odamlar shu darajada o'lchov tushunchasi buzilganligidan musulmon obod yurtda yashaydi. Ramazon oyida safarga chiqishib olar ekan. Qarang, Ramazonni yuk, mashaqqat, mehnat deb o'ylayapti. O'zi biz xursandchilik, sharaf deb qabul qilardik-ku. Ko'ryapsizlarmi? Qayerda yashashdan qat'iy nazar, kimlar bilan yashashdan qat'iy nazar, mana ikkita narsasi noto'g'ri bo'lsa, tushunchasi, o'lchovi, tasavvuri noto'g'ri bo'ladigan bo'lsa, shunday qilayotganlar ham bor. Lekin Alloh aytayapti: "Va antasumu khayrunakum." Musofir bo'lgan chog'ingni ham tuta olasang, agar sharoiting bo'lsa, tutganing yaxshi deyapti.